Izohlarda yozib qoldirishibdi. Turfirma qimmat-ku, o'zim borsam ancha arzonga tushaman deb. Keling, men sizga shuni tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Qaysi biri qimmatga tushishini o'zingiz bilib olasiz. Umraga boruvchilarning asosan fikriga mehmonxona keladi. Agar o'zim bron qiladigan bo'lsam, ancha arzonga tushadi-ku deb. Afsuski bunaqa emas. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, saytlar ham bir vositachi. Agar siz saytlar orqali bron qiladigan bo'lsangiz, ulgurji narxda emas, balki chakana narxda xarid qilib qo'yasiz. Biz esa bir necha yildan beri faoliyat olib borayotgan kompaniya sifatida mehmonxonalardan katta hajmdagi xonalarni bron qilamiz. Ya'ni ulgurji narxda mehmonxonalar bilan birgalikda to'g'ridan to'g'ri ishlaymiz. Endi hisoblab ko'ring, mehmonxonada 14 kun tursangiz, transfer xizmati, ovqatlanish, ekskursiyalar, endi unga yana har kunlik xarajatlar, kutilmagan xarajatlar. Bu narsalarga bir kun emas, har kun sarflaysiz. Undan tashqari vaqtingiz ketadi, xarajatingizdan tashqari sog'lig'ingiz ketadi. Agar umra safarini tartibli, qulay va xotirjam amalga oshirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ishonchli tur kompaniya Hikmat Travel'ga murojaat qiling. Bizda yanvar, dekabr va shu bilan birgalikda Ramazon oylariga ham joylarimiz bor. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.